Meni mocho dugonamga $500 bersam, xohlagan gapini gapirib chiqadi. Hammaga 5-xotinda nikohini o'qib berib, Rolexlar taqib, mashinalar olib yuribsan. Ehson ham qilgan, bir yaxshilik ham qilgan sen. Abror Muxtor 5-xotinlarda o'qib, nikoh o'qib, hammani 6-chi, 70-chi, 80-chi xotin qilib biladi. Shu Abror Muxtorni ko'rsam, hali Osmanskiy imperiyadan o Sumbulaga bo'lgan-ku, u yoqdan yugurib yuradi, krisa bo'lib, bu yoqdan bu yugurib yuradi, xotin kalach. Tilini, ana boylarga tilini qilib tiqib olganda chiqarmay yuradi. Hammaga 3-chi, 4-chi, 5-chi, 6-chi xotin qilib yuradi. Buni vatan xoini desa bo'ladi. Nimaga deylar? Hozir dori haqida gapirib chiqyapti, потому что ko'pchilikka yordam beryapti. Pulini olib qo'ygan, endi gapirish kerak preparatchilardan. Pulini olib qo'yganda endi yo'qotish kerak, qanday bo'lsin. Kallani ishlat, men yelkamga qopni ko'tarib olib obod etganim yo'q, noqonuniy. Men noqonuniy olib kiryapti narxda deydi. Men qopga solib, yo bo'lmasa yelkamga yuklab olib o'tmayapman-ku. Sendaqa ko'nchinni emasman, vatanimga unaqa narsalar qilishdi. Hozir sig'inib yotibsan, keyin boshqasiga sig'inasan sen. Kechani qimorvozlarni, banditlarni maqtab yotding, ukaxonim deb, keyin tomvording ukammas deb qamalib ketishganda sen 6 ko'tsan, g'irt 6 ko't. Men qopga ko'tarib obod etganim yo'q. Men o'zim olib berayotganim yo'q. U yoqdan dastavka so'rayapti, xo'p, mayli. Ana shu odamdan olasiz bo'ladi, oling deb beryapman xolos. Kallani ishlat, yibanuti. Men to'shda o'zimda ощущенияларni, xalqni kommentariyalarni qo'yib ketyapman, xolos yaxshi narsaligini aytib. Tuparili dalbayob, ongin qachon ishlashni boshlaydi. Bo'ldi, kant-pant so'rgi, miya ishlashni boshlaydi. Ila qurtop so'r. Domla nimaga menga yopishib olgan bilmayman. Sen nimaga narkomanlarni gapirmaysan, lirika ichib yurganlarni gapirmaysan, keyin ana qimorni reklama qilayotganlarni gapirmaysan, qanchadan qancha qizlar poyezdlar tagiga tashlab yuryapti, rechkaga o'zini tashlab yuryapti. Nima shularni gapirmasdan menga yopishib olgansan? Kuykasanmi turcha trans bo'la olmasa qarib qolganingga. O'zbekistonda mendaqalarga женский pasport berishga ruxsat berib qo'yishdi. Nimaga qisib o'tiribsan? O'la kasopat. Menga ruxsat berib qo'yishdi. Xudo xolasa, bir oyda ichida женский pasport olaman. Hammani qarg'ishiga botib, birinchi xotinlar qarg'ab seni nikoh o'qib qo'yganingga, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi xotinlarga. Shoshmay tur, kuning bitib qoladi, yaqida avariya bo'lib o'lib ketasan qarg'ishga botib. Bilasizlar-ku, bitta narsa hamda qo'lim tegsa tillaga aylanib ketadi. Keyin hamma ko'tiqchiganlar menga gapishib chiqadi bittadan. Nimaga shunaqa? No endi meni gapim o'tyapti, seniki o'tmayapti. Endi farqimiz bor-da. Sen qarg'ishga qolgansan, men odobli qiz bo'lishga harakat qilyapman. Sen aldab pulini olib nikohlarda 5 mingdan kamiga chiqmayman. Cho'choq kestiga ham 5 mingdan kamiga chiqmayman deb o'tiribsan. Men 100 so'mga bo'lsa ham odamlarga yordam beryapman. Ko'rdingmi farqimiz nimada? Seni gapingni